Yanvardan avgustgacha aholiga 906 milliard so'mdan ortiq cashback qaytarilgan. Faqat avgust oyining o'zida esa 121 milliondan ortiq chek uchun 99 milliard so'm to'langan. Bu haqda Soliq qo'mitasi xabar bermoqda. Cashback bu xaridorlar uchun rag'bat, lekin shu bilan birga yashirin iqtisodiyotga qarshi vosita hamdir. Lekin hamma chek uchun ham cashback berilmaydi. Agar tadbirkorning soliq qarzi bo'lsa, hisobot topshirmagan bo'lsa yoki chekdagi ma'lumotlar xato bo'lsa, pul qaytarilmaydi. Avgust oyida shunday sabablar bilan 35 millionta chek bo'yicha 38 milliard so'm to'lanmagan. Cashback har oyning 25-sanasidan keyin to'lanadi. Kimga to'langan, kimga yo'q, barchasini Soliq mobil ilovasi orqali ko'rishingiz mumkin. Chegaralar ham aniq. Oddiy iste'molchi oyiga eng ko'pi 247 ming so'm, ijtimoiy reyestrdagilar esa 441 ming so'mgacha cashback olishlari mumkin. Bu tizim nafaqat xaridorni rag'batlantiradi, balki biznesni ham ochiq va halol ishlashga majbur qiladi. Chek olish eng oddiy odat emas, pulga teng odat hisoblanadi. Anhoruzda qoling va bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishda davom eting.